Assalomu alaykum qadrli to'rdoshlar. Arik studiyasi to'g'ri kirganliklarini qarshi olamiz. Biz bugun Uyg'ur ekranchiligidagi tükpkar arbab, milliy san'atimizdagi yorqin siymo Sodiq Hoji aka bilan o'tkazgan suhbatimizni huzuringizga sunamiz. Siz kelgan bu kiyimlarda hech qanday xislat yo'q. Faqat uningga bir otaning farzandlarini beqish jarayonida oqqizgan issiq tarlari singan. Siz farzandlik majburiyatingiz va otalik burchingizni unutib, inson qalbidan chiqqanligingiz uchun bizga aldandingiz. Uyg'ur san'atining kelgusi istiqboliga ko'ngil bo'layotgan har bir qalb egasining bugungi suhbatdan tegishlik naf ola oladiganligiga ishonamiz. Assalomu alaykum Sodiq Hoji aka. Aldi bilan bugungi suhbatimizga qadam tashrif qilganligingizga rahmat aytamiz. Siz suhbatimizni boshlayib o'tamdik. Aldi bilan o'zingiz to'g'riliq bizga so'zlab beramiz. Biz tanışırız. Halk bunu tanıyordu, ben halk tanıyorum. Sorduğunuz tekrar olsun, söyleyip öteyim. Biliş, marifat yolunda kuşaşkan kardeşler, Esselamu Aleyküm. Benim ismim Sadık Settar. Dadam koyuşkan isim olmuş iken, dadam Amalbani koyuşkan ismi. Ben ismimin ahırıga qandaq bir mədəni qiziqish yoki dini itiqadni yandab no yo'qlarni qo'shib olgan emas. Bunda qo'shish bilan ota-onamni xo'rlagan o'zini haqorat qilgan emas. Qirq ikkinchi tug'ilib ketganman. Yurtim Qashqar, Konshar, Chumbusdir. Chumbus deganimiz hozirgi poyezd stansiya tushgan joy. 42 yıl tug'ilgan bo'lib, yezili maktabda 4 yil o'qidim. Bu chog'larda boshlang'ich maktabda 4 yil o'qidim. Keyin Saman o'rta maktabda 2 yil o'qidim. 1956-yili shu Abdulmurayillik san'at maktabin şeyga o'zini tarbiyalash uchun borgan ekan, shu yerimizni tanlab yumshay ekan. Yani şu yıl 9-ayda Beijing Usul Institutiga tarbiyalab berish bilan Beijing Usul Instituti'da 6 yıl okudum. Usul balet fakültesinde. 62. yılı idare kayıt geldim. Şunun biri Şincan Nasıl Mekke'de işlep yaptım. Bu jarayonlarda usul ballağa asas meşgul ders verdim. Usul konsertlara çıktım. Hem yana kinolara çıktım. İşte oldu. Benimki süptüm amma. Hiç qanday siyasi teşkilat qatnaşgan emas. 66. yıllar mədəniyyətdən qala başlanıb getdi. Əndiki işlər bölünüb, idarəmiz iki yaxdılab. Güvəndiyəndə tutaqlı judoq. Eyni vaxtda bu mədəniyyətdən qalanı karşılaşı mən uçurğan oldu. Şunçadı ki, sinfi küreş yürgüz ihtiyacı boyunca beni Qırancı qoğdu. İşte onlar beni oturup söylep çıkıp, küreş kılıp, kesbimi toksuk koydu. Amın rejimiga tapşırdı. Keçalarda goloda otqalap, qorolarını süpürüp, dida tonunu qazışda şular kişiler judok. İşte judok sanat faaliyeti müşahada toxtab qaldı. Ta ki 70. yılların ahiri 80. yılın beşi bu Sadık uval qılınğan debini pimpen qılğan boldu. Pimpen qılğan dekin endi öz usul kesbimde işlemen desem yani bunun aşxanı da gölleyen lazime çıkıp koydu. Aşxanı gölleyen bulab işler jüdüm. Tövbeşir işte. Bu jarayonlardan ben bu kesipke ançı kızıkmıgallıktan sanat hayatımda sanat tadqiqat izleniş yani toxtatmadım. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu tushim emas-da? Yaxshi get. Bu tushing emas. Sinamda uxlab qolganing yo'q. Qanayting ajigit. Bugun qaysi kun?
Bugün miladiye 2003 yılı 9. ayının 8. günü. Bah. Heş beştigüçe neçe asır ötüp ketipti. Qanadan jigit. Hozir men yaşagan o davrga qaraganda qandaqroq. Vay, hozir degan yaxshi. Qani o'ltirsizlar. Kelsizlar. O'ltirib so'zlasizlar. Hozir burunqidek bey podsholar yo'q. İnsanlar ilm fanning kuchi bilan oyga chiqdi. Maşallah. Aferin. Ular oyga chiqib nima ish qildi ekan? O'zining yoshlig'i mos keladigan yangi hayotlik manbasini izlaydi. İnsanlarning oshko'z shaxsiyatchiligi, razilligi bu go'zal zamindan palanishga sabab bo'ldi-da. Şu maaşımdan turmuş pulu verip tutup kalgan o plan ben. Çıkılıp kan pulunu algan diken bir sırtlarını körep giriş erist oldu da. Bir baş bir setilip yani tarkak ecolu ile Erem'e dönüp geldim. 87. Şimdi Erem'e bağlan diken meniştin aldı da geldi ki zerikken ahvaldan herhangi bir kembesmen dep oyladım. Başkalarımızda vakit ki idare edinem. Ve bağlan diken bu Erem'nin muhabbeti başka, yurtun muhabbeti başka olur bizdikin. Şimdi olan yurt ruh tutan ağın biraderlerinin sığınışından kayıtıp gelgen buldum. Kayıtıp gelip yana bu sanatçı usul kesimini beğenmedi. Sen memuriyet pişip kaldı yani. Memuriyet sendek bir adam kiretti. Rasmi gidisem memuriyeti mi üstlenmedi. Şimdi onlar yalgandı isparak gelip jüdek arkadaydılar. 88'de ağırlık bilen çıkmış vanısı da deniz çıkıyor. 88'de deniz çıkamışsın 20 yıl oldu. Deniz çıkıyordan keyin kinolarga, fiziya teatrlarga erkek katnaştım. Ular bir vasiyetini izleydiğim buldu. Özüm şahsi toxtamsızlıkta katnaşıyordum. Çünkü sanat hayatım başladım. Kısıkça köçerttik ağırlık şunçlar. Endi qağınıga siz bu körüvatkanlarınki qandaq suallar olsa endi cevap verin. Turmuşda kasbingizdan sirt qanday qiziqish havaslaringiz bor? Başqalar Rossiyaga chiqib pul topdi. Keyin men chiqqandan keyin kinolar, gençler ko'p rol verdi. Bunun qiziqni pul topish qiziqmadi. Bazı bizim bolalar deyishsa pul topgan bo'lsa, jiq pul topgan. Rostla jiq pul topgan. Qizimiz san'at qiziqdim. Men shu bir kun debdim, men shu san'at bilan shug'ullan demasdim, men tijorat shug'ullansam bo'ldi desam, aka, shu tijoratchilarning xalqning ko'nglida sizliklar o'rni bormi deydi shuni gibi demas so'ylab yana adiqim chiqdi. Hozir ko'chalarni olsam, xalq menga salom ta'zim qiladi, ochiq chiroy ochadi. Shuni bek xursand bo'laman. Ma'naviy boylikqa erishgan bo'ldim. Shu, men shu san'atdan boshqa narsa ancha qiziqman. Ha? Kompyuter madaniyati asoslari? Mana Bu narsa qandayroq ekan? bu karamat naskan jigit. Odamni hayron qoldirdi ekan. Buningdan nurg'un narsani bilib oldim. Masalan, dunyoning 1000 yildan buyongi taraqqiyoti, bir qancha xil millatning tili, zamonaviy turmush buyumlarini ishlatishdan tortib, qatnash qoidalarigacha hammani bilib oldim. Rostli karamat naskan bu. Mushincha ular narsani birdan bilib oldingizmi? Jigit, bir narsani o'rganishda vaqtning uzun qisqaligi muhim emas, balki ko'ngil qo'yish muhim. Haras, men topshirgan ish qanday bo'ldi? Qo'ying o ishingizni. Heliqi masning qabliqni demayli qo'yay. Heliqi so'rin talat xotinimni tortinlab tilab ketdi texi. Qaytib kelguncha heliqi abjaq velosipedingizmi yo'q? Piyoda qaytib keldim da, shaharni bir aylanib. Voy, nima ko'gilik bu menga? Birovning yomon gapini qilish gunoh. Agar kishilarni anglamadi deb, ularning yomon gapini qilsangiz, ko'z oldingizdagi omaddan qo'rqa qolasiz, yigit.
Ay. Man qarang. Hozir undaq yomon bo'ladi, gunoh bo'ladi degan gaplarga hech kim ishonmaydi. Hozir degan biz madaniyatlik davrda yashayapmiz. Uqdingizmi? Yigit, madaniyat degan uqumni qanchalik tushunasiz? Ha? Madaniyat qandoqdir ilg'orlikningla belgisi emas. Balki muayyan insonlar to'pining o'rtoqlashgan turmush shakli. Sizlarning xotin qizlaringlarning sochlarini paranglarda qizil seriq bo'yab, yerim yalang'och kiyinishlari, restoran qovoqlarda yovvoyi tus olgan ibtidoiy usullarni talvilachi o'ynashinglar, qarg'ulachi madaniyat cho'qinishi bo'lmaydi, nima? Ha? Bizning nazarimizda san'at kuchli xoslik ega. Agar uningda bir millatning xosligi aks etmasa, u milliylikka ega bo'lmay qoladi. Unda xusus siz o'zingizning turmush tajribalaringiz, xizmat tajribalaringizga birlashtirib turib, milliylik haqida so'zlab berasiz. Endi hozir jamiyatda, yoshlarimizda, millatimizda ittifoqsizlik mavjud. Jidal majaro mavjud. Buni qanday ittifoqlashtiramiz, qanday birlik keltiramiz? San'at orqali birlik keltirgan bo'ladi. San'at orqali ittifoqlashtirgan bo'ladi. San'at orqali taslim qilgan bo'ladi. San'atdan kuchliroq qo'y. Yana qayta og'in birodarlarmi obdan bishki naqshni olgandan keyin deb odiq chiqdi. Millat shu qon, shu gin o'zininki yurak so'qishida, yurak so'qish ta'sirida tiniq qilishida, tumur urishida muhim bir udar bo'ladi. Adabiyot san'at degan muzikada arlanmaydi. Muzikalashganda anki adabiyot san'at bo'ladi. Shu muhim bir udar, ritm. Mana bu birinchisi an'anaviy madaniyatningki asosi. Ikkinchisi shu qon gin o'zining xarakteri bo'yicha go'zallikka intilish, yasinish, naqosh qilish, o'ylik naqosh navo qilish, o'ziga kiyinish, o'zini qanday bezash, o'zini qanday saqlash jihatda bir intilish bo'ldi, bir rangga bir naqosh qilish. Bu muhim bo'ldi. Uchinchisi shu millat, shu qon, shu gin xalqining yashayotgan jug'rofiya sharoitiga ta'sir bo'ldi. Shu ta'sirda masalan Hindistonning, Misrlarning kiyinishidan biz mayar yashayotgan kiyinimiz o'xshamaydi. Arablar beshik salbiyo'gaydi. Kimni mudofaa kerak? Biz turklar belimizni buloq bog'laymiz. O'cha tunglar bo'lmagandan keyin beling mustahkam, beling bal qo'yatma degandek. Boshqa millatlar ma Xurumdan oyog'i yo'qlab beshik latoraydi, chanjoq. Chunki ular o'cha ko'ngan narsa yo'q. Bu bizning xarakterimiz, belimizga buloq bog'lash bizning xarakterimiz. An'anaviy madaniyatimiz. Endi bu muhim o'zgarmaydi. Agar bu alaylik bo'lmasa, bu xoslik, bu naqosh bo'lmasa, bu bog'da kech bir xil gulni ko'rasiz deb zerikib qolmaydi. Dunyoni Xudo taolo shuni avvat qilayotganda, go'zal qilayotganda, alaylik, xoslik shuna bo'z, kam bo'z bo'lmaydigan muhim narsa. Buni gin, qon belgilaydi. Endi zamonaviy taraqqiyotni qabul qilish deganda, zamonaviy taraqqiyot bu vosita. Shu millatimizning madaniyatini avvat qilish uchun, taraqqiy qildirish uchun, xalqqa yetkazish uchun biz zamonaviy texnikdan foydalanamiz. Masalan, biz hozir Urumchi Qashqar berish uchun burunlarda Kalarosida atishakka chiqqan chog'da 2-3 oy chiqdi ekan. Ki mashina paydo bo'ldi, bir hafta bardan bo'ldik. Hozir aeroplan bo'ldi 2 soat, 3 soat boramiz. Hozir 1-2 kun 24 soatni beryapmiz mashinada. Demak, mush vosita zamon taraqqiyot texnikdan foydalanishni zamonaviy taraqqiyot deymiz. Nishon nima? Millatning madina hayotini bayon avvat qilish. Millatning adabiyot san'atga bo'lgan tashlaliqini qondirish. Mana buni zamonaviy taraqqiyot deymiz. Bu ikkisiningki munosabati shunday bir-biridan uzilmaydi. Endi san'atning tutgan o'rni. San'atning tutgan o'rni degan chog'da dunyodagi har qanday siyosiy guruh, davlat tuzum yoki qanday jug'rofiya alaylik millat bo'lsin,
san'atga ajda tushmay mumkin emas. Takror desak. Bir-birining siyosiy tonishi qonun tuzib o'xshamaydi. Hatto bir-birini rad qiladi, qarshilashib urushib ketadi. Lekin bir-birini san'atni rad qilmaydi ya. Bir-birini san'atni xush ko'radi. Faqat san'at vasitasi orqali bilan aloqa qilisha oladi. Bu san'atga jug'rofiy taqdaryo to'solmaydi. Til cheklayolmaydi. Güzel san'atni yorqinligini. Har qanday siyosiy guruh, millat, davlatniki kelajagi güzel san'atga intilish, uni g'oyasi. Siyosiy qurilmasi güzel san'at yetish uchun siyosat qurdi. Demak, bu ma'noda aytgan chog'da san'at siyosat belgilaydi. Siyosat san'at yetishni orzu qildi. San'atga vasita bo'ldi siyosat. Faqat san'atlar qarama-qarshi dushmanlashgan ittifoqlashtira oladi. Birlik keltira oladi. Toshda qilib erita oladi. Adovatni tugita oladi. Shuning uchun garchi bu mening gapim ba'zan siyosatchilarga yoqmasmi, san'at siyosatdan ustun turadi. Siyosat san'at uchun xizmat qilish kerak. San'at shunday cheksiz quvvatga ega narsa. Dedik, Allah Teala Ali san'atkor. Allah Teala Ali san'at dedik. Shuning uchun bizning kemir san'at sohasida to'g'ri tushuncha yo'llash, to'g'ri muomala qilishlik ishlar bor. Endi mening bu gaplarim ba'zanlarning quliqiga yiqishi, tonishiga sig'ishi, ba'zanlarnikiga quliqiga yoqmasligi, sig'masligi mumkin. Bu tabiiy. Shunday bayon dedik-ku, insonning tonishi, axloq, ko'z qarashi o'xshash emas. Har odam har qanday imkoniyati bo'lsa, o'z tonishi, o'z axloqini ifodalaydi. Siz hozirgacha qancha filmda rol oldingiz? Bularni men tizimlab hisoblab qo'ymabman. Aytavr ko'p. Uni ko'rma xalqlar biladi. Dada, mehmon keldi. Assalomu alaykum, Qosim aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yoq Gulsaraning savodish ekan. Urumchidan yo'qlab kelibdi. Yo'lda jafo tatqansan, o'g'lim. Bizni saraliq demay, kaygining rahmat, ha? Jiranglar, baldirim. Uy kirayli. Qani. Qani. Turmushingizda o'zingiz qattiq pushaymon qiladigan, o'kinadigan vaqtlaringizmi bo'lganmi? Bu chog'da bu kulpat yolg'iz men bir shaxsdan emas. Yolg'iz Uyg'ur millatidan emas. Xansu birodarlarning, Xansu millatining beshiga tushgan bu. Boshqalar 10 gap qilsin, ta'tir bikib hukumatga chaqirdi, o'zaro suxonchilik qildi, o'tir majra tirdi. Odam bu yo'lni olmas kerak. Bir qarindishimizga bir natija qozonsa, uni qo'shilishimiz kerak. Uni ko'ranmaslik qilmas kerak. Uning o'rki olmaslik kerak. Asadqo odamniki ko'zi vahshi, chiroyi to'ng, so'zi qo'pol bo'ladi. Iskan odamning-chi, aman kayfiyati, ko'tarangi, gulda kulib turadigan, omig'ini mehribon keladi. Natija siznikida nomi yo'q. Endi ma'mur ish qildi, yo men shofir emas, yo kassir emas, yo yog'ochchi emas. Kasbiy nomim yo'q. Bu jatda nomim yo'q, musofirman. İşte qiziqishlar bo'lib ketdi. Qismat shunda bo'lsa kerak endi. Mushida bo'lsa bu biz Beginda o'qiyotgan chog'da bir Xansu adabiyoti bir she'rni o'qigan. Bu she'r menda gap bor. Fangjinya moyishan. Mayanda xodantan. Biyanlanshida shudan chang degan. Fangjinya moyishan degani to'qimachi qizning ustida kiyimi yo'q. Mayanda xodantan degani tuzchining ishida tuzi yo'q, so'raydi. Borida qo'ydigan biyanlanshi shudan chang degani, borida qo'ydiganning daqiyadatli asli saldan silinchi yo'q degan gap bo'ldi. Oxirida sizning keng yosh do'stlar deydigan qanday yurak so'zlaringiz bor, ulardan kutadigan qanday umidlaringiz bor? Yoshlar deydiganim o'rin bo'lmanglar, laqo bo'lmanglar. Ish emgak qilmay turib, jafo tortmay turib hech qanday natijaga erishgan bo'lmaydi.
Rahat çökmanglar. Rahat uxlab ömrünü zayi qilmanglar. O'zinglar energiyani isrof qilmanglar. İşçan bo'linglar. Emgakdan qochmanglar. Yoki dunyoda yashamanglar, o'lib ketinglar. Yashaydigansa erkak so'yinglar. Emgak qilmay nijotga chiqilmaydi. Birinchi. Şimdi sanat umar olanlar. Veya devlet ettik. Kainat bütün kainat Allah Teala sanatla yaratma. Sanatın şartı pak ulaş gerek, numusçan ulaş gerek, akralık ulaş gerek. Endi sanat olur. Siz uchun bizga aldandingiz. Uyg'ur san'atidan kelgusi istiqbolga ko'ngil bo'layotgan har bir qalb egasining bugungi suhbatdan tegishlik naf ola oladiganligiga ishonamiz. Assalomu alaykum Sodiq aka. Aldi bilan bugungi suhbatimizga qadam tashrif qilganligingizga rahmat aytamiz. Siz suhbatimizni boshlayib o'tamdik. Aldi bilan o'zingiz to'g'riliq bizga so'zlab beramiz. Biz tanışımız. Halk bunu tanıyordu, ben halk tanıyorum. Sorduğunuz tekrar olsun, söyleyip öteyim. Biliş, marifat yolunda kuşaşkan kardeşler. Esselamu Aleyküm. Benim ismim Sul Ballağa asas meşgul ders verdim. Şimdi konsertlara çıktım. Hem yanında kinolara çıktım. İşte oldu. Benimki süptüm amma. Hiç kanda siyasi teşkilat katlaşkan emas. 66. yıllar medeniyetten kavar başlanıp gitti. Endiki işler bölünüp, idaremiz iki yaktılar. Güvendiyenler kutaklı judok. En vakti bu medeniyetten kulağını kaçtısı memur uçurgan oldu. Çadı ki sinfi küreş yürgüz ihtiyacı boyunca bir kırancı kov. İşte onlar ben Sadık Settar. Dadam koyuşkan isim olmuş iken. Dadam Amalbani koyuşkan ismi. Ben ismimin ahırıga kandak bir medeni kızıkış yoki dini itikadını yanında no yoklarını koşu olgan emas. Bunda koşu bilen ata-anamni xorlagan o'zini haqorat qilgan emas. Qirq ikkinchi yil tug'ilib ketganman. Yurtim Qashqar, Konshar, Chumbusdir. Chumbus deganimiz hozirgi poyezd stansiya tushgan joy. 42 yil tug'ilgan bo'lib, Assalomu alaykum qadrli to'rdoshlar. Arik studiyasi to'g'ri kirganliklarini qarshi olamiz. Biz bugun Uyg'ur ekranchiligidagi tuhfkor arbab, milliy san'atimizdagi yorqin siymo Sodiq Hoji aka bilan o'tkazgan suhbatimizni huzuringizga sunamiz. Siz kiygan bu kiyimlarda hech qanday xislat yo'q. Faqat uningga bir otaning farzandlarini beqish jarayonida oqqizgan issiq tarlari singan. Siz farzandlik majburiyatingiz va otalik burchingizni unutib, inson qalbidan chiqqanlik maktabda 4 yil o'qidim. Bu chog'larda boshlang'ich maktabda 4 yil o'qidim. Keyin Saman o'rta maktabda 2 yil o'qidim. 1956-yili shu Abdulmurayillik san'at maktabidan şeyga o'zni tarbiyalash uchun borgan ekan, shu yerimizni tanlab yumshay ekan. Ya'ni shu yili 9-oyda Bejin usul institutiga tarbiyalab berish berdi. Bejin usul institutida 6 yil o'qidim. Usul balet fakültesinde. 62. yılı idare qaytib geldim. Şundan beri Şinjan Nasıl Mekke'de işlep yaptım. Bu jarayonlarda